Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda 2 kundan buyon pastlayotgan narx-navo yana ko'tarildi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Diqqat! O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolarini ogohlikka chaqirdi. Mamlakatimizda dam olish kunlarida yomg'irli kunlar boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 28-iyun shanba kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati kechasi 19-24 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Diqqat! Dollari bor barcha fuqarolar uchun hozirgina ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. O'zbekistonda barcha dollar yig'ib qo'yganlar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 28-iyun kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra Rossiya rublining kursi 0.76 so'mga ko'tarilib, 161.18 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 59.17 so'mga ko'tarilib, 14.817 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi